Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga traderlar. Sizlarga xudo xolasa qisqacha hech qanaqa savollarsiz depozitni to'g'ri boshqarish, psixologiya, risk management shu haqida ozgina tushuncha berib o'taman. Kichkina depozit bilan qanaqa ishlasa bo'ladi, stop loss bilan qanaqa ishlash kerak, signallar bilan qanaqa ishlash kerak, shu haqida ozgina tushuntirib o'taman. Albatta sizlarga ancha foydali bo'ladi degan umiddaman. 5 minut 4 minut kutamiz. Qo'shilgancha odam qo'shiladi. Потом сразу boshlab olamiz. Xo'p, o'yinsiz bo'libmiz endi. Qani yana 1-2 minut kutamiz. Kirgani kirdi, kirmasa sразу darsni boshlaymiz. Xo'p, 20 ta bo'ldik. Xo'p, bo'lmasa hech kim vaqtini olmayman-da. Sразу boshlab yuboramiz darsni. Qaranglar. Birinchi darsimiz depozitni to'g'ri boshqarish. Hammada bo'ladigan muammo full kirib oladi. Boshqa men doim aytaman, ovozim yaxshi boryaptimi? Shuni aytinglar, hammaga cho'tki boryaptimi ovozim? Ovoz yaxshi bo'lsa, sразу gapirib ketaveraman. Agar muammo bo'layotgan bo'lsa aytavering. Kelyapti yaxshi aka. Bo'l. Qaranglar. Oddiy qisqacha qilib tushuntirib ketaman, bo'ldi. O'zingizlarning depozitinglar qanchaligini o'zingizlar bilasizlar. Sizlarga doim aytaman, depozitni slivka o'rmanglar deyman. Shtobi nimaga? Misol, kuniga oddiy aytib tushuntirib ketaman. Oddiy hisob-kitob hamma biladi. 10 ta signal bo'ladigan bo'lsa, например, undan 3 tasi stop oladigan bo'lsa, sizlar shu 3 tada polniy slip bo'lib ketmasligingiz kerak-da, 0 ga tushib qolmasligingiz kerak. Agar 0 ga tushib qoladigan bo'lsanglar, keyingi signallarimiz 7 tasi hammasi take profit urib beradigan bo'lsa, sizlar umuman foyda qila olmaysizlar, chunki o'sha sizlar 0 ga o'tirgan bo'lasizlar. Endi qaranglar, endi xuddi shunaqa turib, mana shu 10 ta signal beradigan bo'lsangiz, 10 dan ham qanaqa foydalansak bo'ladi biz deyishinglar uchun, misol hamma ham 10 ta signal bersam 10 tadan foydalana olmashi mumkin. Ili 15 ta bersam 15 tadan hammasidan foydalana olmashi mumkin. Ili 5 ta, ili 6 tadan foydalanishi mumkin. Shuning uchun sizlarga hozir qisqacha tushuntirib o'taman, depozitni qanaqa boshqarish. Oddiy tushuntiraman, qaranglar. $100 bor, $100 endi menimcha hamma 90% odamda bo'lsa kerak. $100 bordi. Atak endi kuniga
oddiy qilib aytaman, 3 ta stop oldik. 3 ta stop oladigan bo'lsak, biz shu depozitni 3 ga emas, 4 ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. 4 ga. Tushunyapsizlarmi? 4 ga bo'lib olamizda, 4 ga bo'lib olsak, bizda $25 qoladi. $25 har bitta signalimizga 4 ta signaldan $25 risk seylar bo'ladi. Stop lossmi? Stop loss, boshqami? Boshqa. Сделка ochishga hali o'taman. Hozir depozit boshqarish, tushuntirib ketyapman. Hammasini bitta-bitta tushuntirib ketaman. Qaranglar, ketma-ketlikda. $25 pulinglar bormi? Sizlar значит 4 ta signaldan foydalanishingiz uchun depozitinglar уже tayyor. Endi bundan уже 3 tasini stop oldinglar. 3 tasini oldinglarda $75 ila ketdi. $75 уже minus bo'ldi. Sizlarda $25 qoldi xolos. $25. Endi bitta signalni o'zida men take profit bersam, ba'zi paytlar bo'lib qolyapti, 30 pips stop loss, или 40 pips stop loss, или 80 pips bo'lib ketyapti. 80 pips bo'lib ketyapti deb, siz 3 ta stop lossni уже $75 dan minus qilardingiz deylik. $75 dan minus qilardingiz deylik. $25 qoldimi? Siz $25 pulingiz bo'lsa, siz $25 хотя бы RR1 ga 1 ishlagan taqdiringizda ham 25 plus 25 ishlab olasiz. Bu degani siz sразу $50 уже shotingizda bo'ladi. Siz $50 minus общий balansda minusingiz bo'lsa, siz уже bitta signalda $25 ishlab oldingiz. Endi ketma-ket agar siz yana 2 ta yoki 3 ta signalda ishlaydigan bo'lsangiz, eshiting. Har bittasiga RR1 dan ishlagan taqdiringizda ham siz 3 ta signalda, ya'ni $75 ishlaysizda, o'sha 4 ta bilan siz bemalol foydaga o'tib keta olasiz. RR1 ga 1 ishlanyapti, xolos bu yerda 1 ga 1 nisbat ishlanyapti. Agar siz depozit men aytgandek take profit 100 pips yoki 150 pipslik berilgan take profitlarga ushlaydigan bo'lsangiz, kamida 3 yoki 4 RR1 ga ishlaysiz. RR1 ga tushunyapsizlar? U degani siz bitta $25 ga qilinayotgan riskingizni $100 bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. $100 dan bir dona signalni o'zida. Tushunyapsizmi? Endi $25 da aka siz 30 pips yoki 40 pips zona beryapsiz. Biz bunga qanaqa qo'shilishimiz mumkin deyishinglar mumkin. Endi qaranglar. $25 ila bor. $25 bormi? Endi buni 001 dan ochinglar. 001 dan. Уже 001 dan boshqa lot ocha olmaysizlar. 001 dan ochasizlar. 001 dan ochgan taqdiringlarda endi qaranglar, 40 pipsli zona. 40 pipsli zona. 40 pipsli zonani olasiz. Shu yerdan narx kelish kerak edi, уже ko'tarilib ketish kerak. Endi narx stop lossga kelib turib, buni pastida bo'lsa, stop lossga yaqinlashtirib ko'tarilib ketadimi? Narx prямо kirib turib ko'tarilib ketadimi? Или 50% ga kelib ko'tarilib ketadimi? Unisi bizga ne interest, umuman qiziq emas. Unisi umuman bizga qiziq emas. Bizga eng qiziq joyi endi $25 da shu 40 pipsli ichiga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. 40 pipsli zonani ichiga bo'lib olishimiz kerak. Hozir buni qanaqa qilib bo'lishni tushuntiraman. Qarang. Bitta сделка ochdingiz 001 dan 40 pipsli. Stop lossimizgacha 60 hisoblaylik. Stop lossimizgacha 60, o'rtacha 60 pips. Endi $25 dan minus qilasiz $6. Stop loss oladigan $6. Bizda $19 qoldi. $19 qoldi. $19. Endi 10 pips pastga tushdi-da, 10 pips pastga tushgan paytida siz yana bitta сделка ochdingiz 001 da. Bu stop loss oladigan bo'lsa $5 stop loss oladi. $5. $5 oladigan bo'lsangiz, mana bu $19'ingizdan siz endi 5 ni minus qilasiz. 5 ni minus qiladigan bo'lsangiz, sizda qancha qoldi? $14 qoldi. $14 pul qoldi mana bu yerda. $14 qoldi. $14 pulingiz qoldi. $14 qoldi. Ikkita сделка ochildi. O'sha 001 dan 2 dona сделка ochildi. Endi yana 10 pips pastga tushdi-da, 10 pips pastga tushdi. Siz yana bitta сделка ochdingiz. Yana bitta сделка ochdingizda, endi bu stop uradigan bo'lsa $4 da uradi. Endi $14 dan minus qilamiz $4 da. Qancha qolyapti bizda? $10 qolyapti. $10 qoldi. Endi yana bizga pastroqqa tushadi-da, 5 pips pastga tushgan paytida 5 pips. Endi ko'ryapsizlar, o'sha 50% ga tushdi. O'sha 20 pips pastga tushishi bo'ldi. Zonani 50% ga keldi. 50% ga kelgan paytida 5 pips pastga tushishiga o'sha biz yana bitta сделка ochsak,
Bunimiz 3,5 dollarda uradi. 3,5 dollarda ursa, biz mana bu 10 dollarimizdan minus qilamiz, 3,5 dollar. 7 605 dollar pulimiz qoldi. 6.5 dollar pulimiz qoldi. Endi bizda уже qarayapmizki, bitta 500 pastga tushsak 3 dollarda stop uradi. Yana 500 pastga tushsak 2,5 dollarda uradi. Yana 500 pastga tushsak 2 dollarda uradi-da. Biz уже shu o'zida qaraylik. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta zelka ochyapmiz. 001 da 25 dollarga 8ta zelka ochyapmiz. Ko'ryapsizlarmi? Endi buni yopishini tushuntirib ketaman, qaranglar. Sizlarga depozitni to'g'ri boshqarishni tushuntirdim. 25 dollardan lot ochishni tushuntirdim. Lot qanday ochish kerakligini tushuntirdim. Minusinglar qancha bo'lishini ham tushuntirib o'tdim. Endi buni yopishni qaranglar. Narx o'sha stopni olmadi-da, misol 8 ta emas, boringani 6 ta zelkangizni olib chiqib ketdi. 6 ta. Xuddi shuni men aytgandek terasizlar, men aytgandek qo'shasizlar, narx berilgan zonaning ichida ikkitasini olib chiqib ketsa ham farqi yo'q bizga. 3 tasini olib chiqib ketsa ham farqi yo'q. 4 tasini olib chiqib ketsa ham farqi yo'q, yoki 8 tani hammasini olib chiqib ketsa ham farqi yo'q. Stopimizni urmasa hisob. Endi narx ko'tarildi-da, 6 ta zelkamizni oldi. Biz 6 ta zelkamizni oldi. Qarang. Mana bu surib olaman. Qarang. Bizda уже 6 ta biz mana bu zonada oldi. 4 5 6. Уже narx nima qilyapti? Narx tushdida 6 ta limitimizni olib chiqishga boshladi. Уже foydaga o'tganida 30 pips 25 или 30 или 35, ba'zida 40 pips bo'lgan vaqtida men nima deyapman? 50% ni yopamiz deyapman. 50% deganda endi kimdirlar tushunmashi mumkin. Qaranglar. Shu yerda 6 ta zelkangiz bormi? 6 tani mana bu tepadagi 3 tasini shuni yopasizda, bezubitka deyilyaptimi? 50% yopiladi. Qolgani bezubitka degandan keyin momentga tergan stop lossingizni hammasini mana bu tepaga olib o'tib qo'yasiz. Hammasini tepaga olib o'tib qo'yasiz. Bezopaslik. Siz уже mana bu 3 tez или 10 dollarda foydada yopiladi, или 15 dollarda qilingan riskingizga qarab, или 30, или 100 dollarda yopiladi, или 5 dollarda foydada yopiladi. İşte bu foydada. Endi mana bu yerdagi bezubitkangiz, kelim narx bezubitkangiz ursa ham, siz mana bu yerda olingan 5 dollaringiz, или 15, или 20 kichkina lotda hisoblab tushuntiryapman sizlarga. Depozit kimda qancha bilmayman. Или 100 dollar bo'ladi, yopiladi. Men nima beryapman keyin? Yana qaychi zona aktiv bo'lsa, yana buy beryapman. Или zona aktiv bo'lsa, sell beryapman. Siz yana zelkaga qo'shilishingiz bo'ladi. Agar narx tushib turib, bezubitkangiz urmasdan ketib qolsa, uchi bo'ldi, siz hech narsa yo'qotmaysiz. Borgan vaqtida nima deyapman? 70% yopamiz, или 80% yopamiz deyilyapti. Shunaqa paytda 80% deyildimi, bitta zelka yopiladi. 90% deyildimi, yana bitta zelka yopiladi-da, 100% de take profit olganda, mana bu pastdagi bittani yopasiz, o'sha bo'ldi. Sizni kamida RR1 ga 3 или 4 foydada yopilasiz. Mana shu imini men o'rgatayotgan matematika bo'yicha depozitni boshqarib, lotlarni ochadigan bo'lsanglar, umuman muammo bo'lmaydi. Signaldan to'g'ri foydalanish bo'yicha ham, foyda qilish bo'yicha ham, minus qilishinglar bo'yicha ham sinik bo'lib ketmaysizlar. O'zingizlar bilganidek zonaga keldimi, qirr etib ma'ni ochib yuboradigan bo'lsanglar, o'sha pastga bitta tushadi, sizlar stopinglarni olib keyin chiqib ketadi. Sizlar slip qilib keyin chiqib ketadi. O'sha stop manierda keyin menga nima deysizlar? Aka, slip bo'ldimi deysizlar. Stopga bormadi-yu desa, ko'p ochib olgan ekanda deysizlar. Mana bu narsani hech kim ahamiyat bermaydi. Sizlarni bitta limitlarni olib kelsa ham hech narsa o'zgarmaydi. Sizlar ziyon qilmayapsizlar, sizlar foyda qilyapsizlar. Ikkita limitlarni olib kelsanglar ham sizlar foyda qilyapsizlar. 10 ta limitlarni olib kelsa ham foyda qilyapsizlar. Endi qaranglar. Endi mana oddiy tushuntiraman, bunaqa ochishni sababini tushuntirib ketaman. Qarab turinglar. Nimaga bunaqa ochish kerakligini sizlarga mana sababini tushuntirib ketaman. Qarang. Mana bu zonada berilyaptimi? 40 pips. Qarang. 40 pipsda mana bu zonada 8 ta ochdingiz nima-yu? Men aytgandek 8 ta ochdingiz nimani sababini tushuntiraman. Qarang. Mana bu zonadan 8 tani ochadigan bo'lsangiz, 8 tani 5-10 pips oralig'ida, 20 pips ichida 8 ta zelka ochadigan bo'lsangiz, 20 pips oralig'ida 8 ta limitingiz hammasi 3,5, 4, 3 dollarda minus uradi. Endi hisoblang. 8 ta zelkangiz bor, ya'ni 4 tasi 4 dollarda oldi. 4 plus 4 hisoblaysizda. I degan 3 tasi 3 plus yana 4 ta limit. 4 ta limitingiz minus bo'ldi. Shuni hisoblaysizda, o'zi
Qarab turinglar, mana sizlarga hisoblab beraman. Xo'p. 4 ko'paytiramiz 4 ga. 16 dollar minus bo'lyapti. Tepadagi bitta 4 ta ochib olgan limitimiz. 16 dollar uje bo'ldi mana shu. 16 dollar minusdasiz. Endi 4 ko'paytiramiz 3 ga. 12 dollar. 12 dollar bo'lyapti. Mana bu yana pastroqdan ochilgan 3 tamiz. Bu 12 dollar bo'lyapti. Endi ikkovini plus qiladigan bo'lsangiz 28 dollar bo'lyapti. 28 dollar bo'lyapti. Tushunyapsizmi? 28 dollar bo'ladi. Men aytgandek qiladigan bo'lsangiz, siz ham 3 dollar foyda qilasiz. Mana bu yerda hammasini targ'illatib ochdingiz qadayu, men aytgandek ochsangiz, stop urgan taqdirida ham men tushuntirgandek matematika bo'yicha ishlasanglar, sizlar 3 dollar cho'ntagingizga olib qolasizlar. 3 dollar pulni cho'ntagingizga asrab qolasizlar. Agar o'zingizlar xohlaganda mana yerdan ochsangiz foydaga o'tib ketsa-yu, mayli. Endi stopdan asrab qolish, depozitni asrab qolish bo'yicha 3 dollar bo'lsa ham asrab qoldingiz. Endi siz 3 dollardan 3 marta asrab qoladigan bo'lsangiz, siz 9 dollar pulingizni asrab qolasiz. 9 dollar, tushunyapsizmi? 9 dollar. Agar siz 3 ta stop oladigan bo'lsangiz, 9 dollar yana depozitingizdan oshib ketadi. Ham depozitni asrab qolyapsiz, ham lotni to'g'ri ochyapsiz, ham depozitni to'g'ri boshqaryapsiz, ham psixologiyangiz ham o'lmayapti. Sabab nimaga? Shuna foydaga o'tishi bilan endi eng qizig'ini aytaymi? Siz mana bu pastdan ochgan pastroqdan ko'proq ochasiz deyapman, 5 pips bo'lib ketyapti. Tepada 10 pips kerak ochyapmiz, pastga tushganda 5 pips kerak ochyapmiz-da. Tepadan 3 ta, pastdan 8 ta, 5 ta ochilyapti, o'pshi hisobda 8 ta bo'lyapti. 40 pipsda, 50 pips zonamiz atrofida, 30 pips zonamiz atrofida. Endi bozor borib, mana tushib turib, mana 50% ga keladi, 50% ga kelgan paytida, 20 pips tepaga ko'tarilgan paytida, sizni mana yerda qizarib turgan pullaringiz o'sha ko'karib qoladi, foydaga o'tib qoladi. Lekin siz mana bu yerda ochgan 8 ta сделкangiz qachon shuni tepasiga chiqadi, keyin plyusga o'tadi. Ungacha bozor mana bu yerga konsolidatsiyaga tushib qolsa, siz qizilda turaverasiz. Mana bu yerdagi shotingiz o'sha qizilda turadi. Men aytgandek ishlasangiz, tepadan ozroq, pastdan stopga yaqin joylardan ko'proq ochadigan bo'lsangiz, jich yurib bersanglar ham siz foydaga o'tasiz. Sababi tepadan limit kamroq ochilgan, pastdan limit ko'proq ochilganligi sababidan. Kimga nima tushunarsiz bo'ldi? Menga agar savolinglar bo'lsa bersanglar, men sizga to'liqroq agar tushunmagan joylar bo'lsa tushuntirib beraman. Kimlardir o'rtadan kirgan bo'lsa, zapis o'ynab tashlab qo'yaman, bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Ahmadjon, hormang, charchamayapsizmi, tinchmisiz? Ahmad, Alloh quvvat bersin sizga. Ahmadjon, meni oz tushunarli kuyib, bitta savolim bor edi. Men bitta lotlam ishlayapman-da. Bu qanday bo'ladi? Mana misoliga necha lot ishlayapsiz? 001 bilan ishlayapman-da. Bir donami? Bir donadan ishlayapman. Bir dona ochmaydi, ko'proq ochmaydi. Ko'proq shu endi xabaringiz bor, biz sal boshqacharoq unaqa birovni naqasi ham bor. Biz risk minimizda bittadan ishlaganda matematika to'g'ri kelmayapti. Sababi mana qarang, men kirish zonasi 2 ta-yu misoliga, to'g'rimi? Hop. Kirish zona 2 ta bo'ladi. Men uni misoliga bitta bilan ishlaganligim uchun stop kamroq bo'lsa, kutadigan bo'lsa, u ketib qolishi mumkin, imkoniyatdan pulni qo'yib yuboraman. Shuning uchun majbur bo'laman birinchi kirishdan kiraman. Birinchi kirishdan kirgandan keyin stopim katta bo'ladi, diapazon, to'g'rimi? Da. Katta bo'ladi-da, kutib o'tiribman, misoliga minus stop turmadi, ketsa yaxshi. Bezubutka deyapsiz misoliga. Bezubutkani qo'yib qo'yaman, sal plyusga qo'yib qo'yaman sentga misoliga-da. Profit olmasdan qaytib kelib yana ketayotgan holatlarda bezubutkani uryapti-da, bo'ldi, daromadim yo'q. Bitta-yu chunki. Stopni misol podrяд 3 ta ursa, oradagi ikkita bezubutka bo'ladigan bo'lsa, keyingi profit bo'lgani bilan qoplamayapti, balans bermayapti. Kichkina o'zi lot ochmayapsiz-da o'zingiz aka, unaqa lot bilan uzoq muddatli ishlash kerak-da. Sizga men 1000 pipsli signal berib qo'yaman, stop losssiz 100 pipsga stop loss qo'yib, 1000 pipsga take profit qo'yib ishlashingiz kerak-da. Unaqa 001 bilan ishlasangiz, unaqa paytda keladi, Bitcoinga beraman. Bitcoinni mana buy berganimda oxirgi marta o'tkazib yuborgan ekanmiz. Kirish bera olmayapmaniga mana narx ko'tarilib ketdi, juda ham pastdan kim esida bo'lsa, kanalga qarasa, mana shu zonalardan men 4 martamiki 5 marta buy berganman, 30 pips stop loss bilan buy berganman. Sabab iminni mana shu yerda trend chizib berganman. Narx ko'tarilishi bo'yicha. Stop uraverdi, 3 marta 30 pipsdan stop olganingizdan keyin kutamiz lot tushdi deydi.
Mana bu yerga rangega tushib qolgandan keyin men Bitcoinga qaramadim. Ertasi kun qarasam, o'sha mana bu zonaga kelib qolibdi ekan, sell zonaga tasdiq bersa kiramiz dedim. O'sha Bitcoinga emas, keyin faqat gold bilan ovora bo'lib qoldik. Mana bunday uchib ketdi. Siz faqat shunaqa signallarda ishlashingiz kerak edi. Bo'lmasa bir dona lot bilan ishlaydigan bo'lsangiz, biz scalpga ham ishlaymiz, razgomon qilamiz, uzoq muddatli ham ishlaymiz. Endi bir dona сделка ochadigan bo'lsangiz, u muammo bo'ladi. U endi o'zingizga bog'liq-da, uni сделкani ochish. Sizni strategiyangizga to'g'ri kelmas ekanda bittadan ishlash, to'g'rimi? Da, umuman to'g'ri kelmaydi. Yo'q. Minimum qancha bo'lsa ham, $100 bo'ladigan bo'lsa ham, siz $25 minusga rozimisiz yoki $30 minusga rozimisiz? Siz shunga rozi bo'lyapsizmi? Endi buni depozitni to'g'ri boshqarish bo'yicha hozir tushuntirib o'tdim. Xuddi shunaqa qilib ishlasangiz bo'laveradi. Siz $2 ga $3 ga $5 ga minusga rozi bo'lsangiz, u juda qiyin bo'lib qoladi. Chunki hatto depozitni $100 qilib turib, siz $100 ni bozorga olib kirishingiz kerak bo'ladi $25 dan stop loss bilan. Endi siz $1000 или $500 foyda qilayotgan odam hatto 25, 30 или $100 ni risk qilish kerak. Endi kichkinaroq foydani ko'zlayotgan bo'lsangiz, shunga yarasha daromad olasiz. Kichkinaroq stop lossni xohlayotgan odam kichkinaroq daromad oladi. Kattaroq foydani kutayotgan odam kattaroq stop oladi. Bunaqada hozir minimum 2 ta ochishim kerakmi bo'ladi shunda? Ana Da, kamida shunaqa 2 ta ochishingiz kerak. Birinchisini misol birinchi kirishda, ikkinchisini pastroq ikkinchi kirishga qilib qo'ysa yetadi, to'g'rimi? Da. Nechi depozit o'zi? Nima deydi? Depozit qancha deyman? 200. 200 bo'lsa 600 bo'ladi-yu, bir $20 hatto bir risk qiling, $200 ga 10% risk qiling. 200 dan nechta ochsam bo'ladi shunda lot? 0.1 dan. Hozir tushuntirdimmi aka shu bo'yicha? Ha. Shu 5 ta, 6 ta, 8 ta qilib, yo, mayli gap yo'q. Ochilaveradi. Prosta endi ana kunlari misoliga 4 ta stop podrad bo'lib ketib qoldi-yu, keyin bizubut bo'lib qoldi, shunga odam mana dovdirab qoldi-da. Haligi kirmayim, kirish ikkilanib, haligi sal haligi duq o'tirib qoldi odam. Kirish kerak ekan ishda, nimaga kirmaysiz? Siz kirmaysiz, ashi imini siz kirmagan paytda full take profitimizni olamiz, maza qilamiz, siz foyda qilib o'tiraverasiz. Bu $200 ga o'rtancha 4 ta taqsimlasamchi 4 tani. Misol 10 pips emasdan 15 pipsdan 20 pipsdan oraliq qilib ochsam 4 ta. 3 ta, 4 ta qilib. Yo, ko'proq ochish kerak. Oralig'i necha pips berishimga qaranglar. Misol ba'zida 10 pipsdan beryapman, ba'zida 20 pips oralig'ida beryapman, ba'zida 30 pips zonani beryapman, ba'zida 40 beryapman. Xuddi shu yerda endi sizlar 4 ta сделка ochmoqchimisiz, $20 risk qilmoqchimisiz, или $30 risk qilmoqchimisiz? Shuni biling. Или $10 risk qilmoqchimisiz? Shuni biling. Yo, zonani taxlashni qaysini aytyapsiz? Ikkita kirishni orasimi yoki birinchi kirishlar stopni orasimi? Men stop oladigan vaziyatda stop beraman-da, qarang mana misol. Yo, zona taxlash zonasini deyapman. Birinchi kirish beriladi. Hozir tushuntirib o'tdim aka. Maksimumda 30 pips или 40 pips zona berilayotgan bo'lsa, tepadan 2 ta 3 ta ochasiz, pastdan 4 ta 5 ta ochasiz, bo'ldi. Yo, tushundim. Men aytmoqchimanki, kirishni berdingiz, birinchi kirish berdingiz-da. Ikkinchi kirish stop. O'sha birinchi kirishdan stopda orasimi? Hatta shu yerga terib chiqasizda bo'ldi hamma. Yoki ikkita birinchi kirishlar ikkinchi kirishda orasida deyapsizmi? Stop lossgacha terasizlar, tamom bo'ldi. Ha, o'shani aytolmanda. Bo'ldi. Stop lossgacha kirish qilasizlar. Stop loss yopgan paytda ikkinchi berilgan zonani 20 ila 30 pips pastiga qo'yilyapti. Ba'zida 10 pips pastiga qo'yilyapti. Zonani qanaqa aktivligiga qarab turib signal beryapman, stop loss beryapman, shunga qarab take profit beryapman. Yopganda bizubutgan qo'ygan paytda har bitta ochganda o'sha ozgina sent plyus qilib qo'yamiz, to'g'rimi? Bitta qilib qo'ymaymiz. Har xil bo'ladi demoqchiman anaqa. Bizubutgamiz. Har bitta bitimniki o'zini yonida bo'ladi demoqchiman. O'zinikiga qo'ysangiz ham bo'laveradi, xohlasangiz hammasini bitta qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Tushunarli. O'zi rahmat, shuni bilmoqchini bittadan ishlash qiyin ekan, siz qanaqangizda o'sha ikkita ishlash kerak. Bitta bilan. Unda shuncha plusga kirmagan ekanman-da. Bitta bilan umuman ishlab bo'lmaydi. Chunki 4 ta stop bo'ldi, keyin bizubutkalar bo'ldi, ikkita trade profit olgan taqdirda ham chiqmas ekanda, plus undan bittadan. Chiqmaydi degan ishda. Bitta limit bilan. Keyin signal berganingizda limit taxlab qo'yaveraylikmi yo uni anaqa qilamizmi? Da, oxiriga berilgan signal bilan ishlaylik. Eng oxiriga berilgan buy sell berildimi? Sell.
Buy berildimi? Buy. Eng oxirgi berilgan signal bilan ishlaydi, bo'ldi tamom. Stop qo'yilmayapti-da bir vaqtlari. Shu ham odamni naq qo'yyapti, stop qo'yilmagan payt. Stop qachon berilyapti? Stop loss zonaga kelgan paytida ilo berilyapti, ba'zida berilyapti, ba'zida berilmayapti. Impuls bo'layotgan vaqtida yoki boshqa bo'layotgan vaqtida yoki dalifga berilyapti. Kecha misol mana stop berilmadi, keyin ruchnoy bo'l yopinglar dedingiz-ku, 6-7 dollar ketib qoldi-da, bunaqa. Minus 60 pipsgacha bo'lyapti, stop loss zona. 50-60 bo'lyapti. Birinchi kirish zonangizdan stop lossgacha 50 yo 60 bo'lyapti. 40 bo'lyapti. Zonani qanaqaligiga qarab turib berilyapti stop loss. Bo'ldi, rahmat sog'jon. Bo'ldi. Kimda nima tushunarsiz savollar bo'lsa bemalol bersanglar bo'ladi. Agar darsni chala ko'rganlar bo'lsa, zaps qo'ydim, tashlab qo'yaman, bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi boshini. Alaykum. O'g'labi. Staj necha yil? Nima deydi? Necha yildan beri trade qilasiz? Xudo xolasa 3 yil bo'ldi aka. Keyin qarang, bu sell zona, buy zonalarni tushuntira olasizmi? Nimasini tushuntirib beray aka? Mana grafikda qarab turib, mana shu joy sell zona bo'ladi, buy zona deb o'tiradi-ku, bu kanallarda. Shuni tushunmayman nima shuncha. Uning uchun o'qish kerak-da aka, sal o'rganish kerak. Bu chuqur narsada men sizga mana bu zona sell zona, mana bu zona buy zona deb aytib bera olmayman. Bozorning modeliga, vaziyatiga qarab turib ishlanadi. Yo, endi menda oz-moz tushuncha bordan, lekin ko'p grafikka qarab oz-moz tushunaman, lekin ko'p tushuna olmayapman-da. Sizga emas, mana hammaga xohlasanglar order blok darsi bor. Maksimum minimumlardan olinadigan mana shunaqa joylarda bo'ladi. Fovaga bo'lish kerak bo'ladi. Shuni tashlab berish ham mumkin. Atak buni ham hamma ham ishlata olmaydi baribir. Chunki qanaqa vaziyatda ishlab beradi, qaysi vaziyatda ishlab bermaydi. Shunaqa joylari bor. Agar uni ham to'g'ri belgilamasangiz, bir marta order blok to'g'ri topsangiz, ishlab berishiga e'lab qo'ying, order blok ishlab berar ekan degan narsa yo'q. Mana bu zonada ishlamagan, tepalarda ishlab bergan, mana bu zonada ishlab bergan. Endi mana bu nuqtaga chiqqanida yana ishlab berish ehtimolligi bor. Mana pastda order blok bor, mana bunga kelmagan. Shunaqa vaziyatlari bor. Endi buni bozorning holatiga qarab turib tushuntirilgan, misol bizga tushuntiriladi. Qanaqa holatda bozor yuribdi, qaysi vaziyatda, qaysi vremyada ishlab berish mumkin. Shunaqa narsalar bor. Endi biz faqat bitta order blok bilan, yoki bitta SNC, bitta ICT, yoki bitta klassika, yoki SNR, FIBO bilan ishlamaymiz. Hammasini mix qilgan holatda o'zimizga kerakli bo'lgan tizimli savdo tuzib olganmiz. Shu bo'yicha savdo qilamiz, shu bo'yicha signal beriladi. Chuqurroq mavzuda aka hozir siz so'rayotgan narsa. Bu narsani to'lig'icha o'rgatib bera olmayman. Chunki bitta darsda o'rganib ham bo'lmaydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Qarang, men bitta narsaga tushunmayman-da, tasdiq degan narsasini qanaqa bilib olsak bo'ladi? Tasdiq mana qarab turing. Xo'p. Boya tashladim. Juda ko'p tashlayman bu narsani o'zi ochig'i. Juda ko'p tashlayman. Ochilanda internetdan mana klassika bo'yicha, oddiy klassika bo'yicha tushuntiraman. Trend yorib chiqdi, srazi kirildi, srazi narx tushadigan bo'lsa ham buy ketilinadi deb aytilyapti. Tasdiq shundan olinadi. Yorib o'tilindi. Klassika bo'yicha tasdiq. Endi SMC bor, SNR bor, ICT bor, Fibonacci bor. Shularning ham tasdiqlari bor-da, mana shu bo'yicha ham bozorga kirish qilsa bo'ladi. Mana shundan keyin nima qildim? Men buy berdim, natijasini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Endi qaranglar, bu klassika bo'yicha bo'lsa, endi teparoqda bor, esingizda bo'lsa, Fibonacci bo'yicha ham berilgan, full marja zona bor edi. Mana nima bo'ldi? Yorib chiqdi full marja zona. Shu yerdan mana bir marta sell tashlaganman, e'tibor bersanglar, sell ketgan shu zonaning ichida mana Fibonacci bo'yicha topgan. 100% testga chiqaradi deb yozilganda, narx qaytib tushunadi 100% full marjaga yorib chiqdi, o'sha qaytib break bo'lgandan keyin narx chiqadi, o'sha yorib beradi deyildi. Endi qaranglar, bu FIBO bo'yicha. Endi natijasini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qanaqa yorib o'tdi deb pryamoy
ketdi. Hozir sizlarga bitta Fibonacci bo'yicha bitta klassika bo'yicha tushuntirdim. Endi SNR bor bu yerda, SMC bor, shunga o'xshagan. Mana bu zonada ham klassik ishlaganda, klassik trend yorib o'tdi. Narx qaytib tushadi, o'sha full marshaga yetmay qolishi mumkin. Sabab bu zonada mana belgilab qo'yganman 51.49. SNR zona borligi uchun bu yerda men sразу прямой SNR dan berdim. Narxga pastroqqa ham tushadigan bo'lsa, albatta buy ketishi mumkinligini aytib o'tdim. Mana bu zonada full marja sell zona hisoblanadi. Shu yerdan ham mana narx bitta tushib berdi-da, прямой zonamizga SNR ga 51 ga bitta shpilka darajada tushib ketdi. Buni ham signalini berdim o'zimga. Mana shu yerda SNR bo'yicha olingan. Fibo ham bo'lgan bu yerda, albatta endi SNR ko'proq bu yerda rol o'ynagan. Shunaqa gap. Endi sizlarga poni tasdiq mana bunaqa olinadi, kirish mana bunaqa bo'ladi, mana bu zonadan kirish bo'ladi, mana bu zonadan chiqish bo'ladi. U narsalarni tushuntiraman desam, bitta darsda o'zim tushuntira olmayman. Bitta mavzu chuqurlashib ketadi. Mana bu yerda ham Fibonacci bor, mana Fibonacci mana 61 SNR zona. Sal teparoqda mana full marja 63.900 Fibonacci zonasi. Shu yerdan sell berdim sizlarga. 100% testgacha 41 gacha tek profit berdim. Fibonacci zona SNR zona ham bor edi bu yerda. Shu yergacha mana sizlarga sell berdim. Qanaqa kelib berganini o'zingizlar ko'ringlar. 42 gacha tek profit berdim. Bitta urdida full marjaga bannerlar sell tashlab. O'zingizlar bu signallarni hammasi sizlarga berilyapti, o'zingizlar ko'ryapsizlar, foydalanyapsizlar degan umiddaman. Nechaga tushdi bu? 39 ga tushdi-da, o'sha narx yana ko'tarilib ketishni boshladi. Hamma signallar berilyapti sizlarga. Hammasini mana tasdiqlari bor, sabablari bor. O'zimiz bermaymiz biz ham, o'zimiz kirish qilmaymiz. Mana bu zonada ham SNR ishlagan, tonni SNR ishlagan, klassika ham bo'lgan, kichkina time frame'da o'sha M5 ida M1 klassika ham ishlab bergan, SNR ishlagan, take profit berilgan, zona kirish berilgan, 30 berilgan, adashmasam 30-28 SNR berilgan. Natijasini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. 50 gacha take profit berganman. Yozib ham o'tganman, full take profit ushlaylar deb mana full tepa ushlaymiz deb yozib ham o'tganmiz. Endi jicha yurib bergandan keyin mana 100 pipsdan oshiq yurib bergandan keyin men sizlarga yopinglar dedim, 50% ni 100 pipsdan oshiq yurib berdi ujman. Keyin o'sha 40, o'sha undan keyin take profit olindi. Kommentariyalar yozilgan, men aytgan 11 bittalab kimdirlar foyda qildi, kimdirlar yo'q bordi. Endi buni albatta o'zlaringlar bilasizlar. Sразу обратно qaytishiga selam berildi. O'zimiz signal bermaymiz. Albatta tasdiq, analiz, bilimga asoslangan holatda beramiz. Qaysidir joylarda stop oladigan bo'lsak, u bizni bilimsizligimiz yoki boshqa emas, xato kirish qilishimiz mumkin. Biz ham endi 100% analiz qila olmaymiz, 100% bozorda qaysi tarafga yurishini bilmaymiz. Atak o'zimizni bilimimizga yarasha signal beramiz. Shu bilimga asoslanib o'zimiz ham savdo qilamiz. Bo'ldi, tamom, boshqa narsa yo'q. Qarang, ko'proq qaysi anaqalarda